ILM brendidan to'liq karbonli gonочный shlem bu ham. MF577P Fast Track rangida. Juda ham chiroyli, bu ham aerodinamichniy, agressivniy shlem. Ventilyatsiyalari zo'r ishlaydi. Oldida ikkita porti bor, katta ventilyatsiya uchun. Peshonasida bor va teparoqda yana bitta bor. Orqasida ikkita portidan chiqib ketadi va spoilerni tagidan chiqadi. Bunaqa spoilerlar tez yurayotganingizda o'zingizni stabilniy his qilishingizga yordam beradi. Shlemni .EC sertifikati bor, xavfsiz shlem. Karbonlari juda ham chiroyli qilib yotqizilgan. Podushkalari plotniy, gipoallergenniy bo'ladi. Agar terlasangiz tez quriydi bu podushka. Ventilyatsiyasining zo'r tarafi, hozir agar yaqinroqdan qarasangiz podushkasiga, ichkarisiga, tashqarisidagi karbon qismini ko'rishingiz mumkin.